Assalomu alaykum. Bugungi darsimizda shart operatorini o'rganamiz. Shu paytgacha bizning dasturimiz ketma-ketlikda ishlayotgan edi. Ya'ni misol keltiramiz, foydalanuvchidan yoshini olyapmiz, ana undan keyin chiqaryapmiz. Ba'zi holatlarda mana shu yerda orada hisob-kitoblar ketayotgan edi. Ya'ni hammasi qadamma-qadam bajarilayotgan edi, ketma-ketlikda. Endi ba'zi holatlarda shunday vaziyatlar bo'ladiki, biz oraga qanaqadir shart qo'shishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni agar mana bu holatda bo'ladigan bo'lsa, mana bu ishni bajarsin degan narsalarni qo'shishimiz kerak bo'ladi. Aynan mana shu shartlarni qo'llash uchun bugun biz if operatorini o'rganar ekanmiz. Pythonda shart operatori bu if operatori hisoblanadi. Boshlanishiga buni tushuntirilishini ko'ramiz. Mana bu joyda siz shart operatoridan foydalanayotganingizda oldin if operatorini chaqirib olasiz. Ya'ni bu o'zbek tiliga tarjima qilganda agar degan ma'noni beradi. Agar degandan keyin, ya'ni if degandan keyin bu joyga shart qo'yasiz. Shart qo'yib bo'lganingizdan keyin 2 nuqta qo'yiladi. 2 nuqtadan keyin mana bu joyga kod qismi yoziladi. Kod qismi, ya'ni mana bu joyda uzunligi e'tibor berayotgan bo'lsangiz, mana bu joy, mana bu shart blogini tanasi hisoblanadi, ya'ni tana qismi hisoblanadi. Bu joy 4 ta probel uzunlikka ega. Mana bitta, 2 ta, 3 ta, 4 ta probel uzunlikka ega. Default holatda o'zi mana shu yerda mana 4 ta space turibdi. Mana shu 4 ta space bo'ladi. Siz shunchaki mana shu yerda 2 nuqtani qo'yib enterni bosgan paytingizda o'zi shu joyga tushadi. Lekin siz buni qisqartirib bitta probelli qilib qo'ysangiz ham ishlaveradi. Lekin mana bu holatda bo'lmaydi. Ya'ni bitta qatorda bo'lmaydi. Kamida bitta probelli qilishingiz kerak. Kodingiz chiroyliroq ko'rinishi uchun siz mana shu joyda 4 ta probelli qilib qo'yishingiz kerak yoki ko'pincha 4 ta probelni o'rniga tab bosib qo'ysangiz ham mana shu 4 ta probelni qo'yib beradi ekan PyCharm dasturida. Endi mana bu kod qismida nima bo'ladi? Biz mana bu joyda shart qo'yapmiz va dasturimiz shartdan o'tadigan bo'lsa, mana bu joydagi kod ishlaydi. Aniqroq dasturimiz demaylik, biz mana shu kodimizni o'qib berayotgan Python interpretatori mana bu joyda shartdan o'tadigan bo'lsa, ana shundagina kod qismini o'qiydi ekan. Endi bunga bog'liq bironta misol ko'ramiz. Mana bizda yosh bor, ya'ni yosh degan o'zgaruvchimiz bor. Bu 18 qiymatga ega. Shart qo'yapmiz. Aslida biz shunchaki mana bu yoqda siz voyaga yetgansiz degan xabarni chiqarib qo'ysak ham bo'laveradi, lekin oldiga nima qo'yapmiz? Shart qo'yib olyapmiz. Agar yosh 18 dan katta yoki 18 ga teng bo'ladigan bo'lsa, mana shundagina siz voyaga yetgansiz degan xabarni chiqarib bergin dedik. Ya'ni bu joyga shart qo'ydik. Agar deyapmiz, ya'ni agar deb turib mana bu joyga shartni qo'yapmiz ekan. Shart qo'yayotganimizda o'tgan darslarimizda ko'rgan mantiqiy operatorlardan mantiqiy emas, taqqoslash operatorlaridan foydalanyapmiz ekan. Shuning uchun ham siz buni xohlasangiz mana bunday qilib turib, bironta o'zgaruvchi yuklab olib turib, ana undan keyin bu yoqqa qo'yib qo'ysangiz ham bo'laveradi. Xoh u holatda yozing, xoh bu holatda yozing, ikkala holatda ham to'g'ri hisoblanaveradi. Endi dasturni ishga tushirdim va siz voyaga yetgansiz degan xabar chiqarib beryapti. Nima uchun? Hozir menda yosh 18 ga teng. Mana bu yoqda kattalik sharti bajarilmaganligi bilan tenglik sharti bajarilyapti. Shuni hisobiga shartdan o'tyapti. Agar mabodo men mana bu yoshni 17 yosh deb qo'yadigan bo'lsam, dasturni ishga tushirganimda hech qanaqa xabar chiqarmaydi. Nimaga desiz, mana bu shartdan o'ta olmayapti. Sababi yoshimiz mana bu yoqqa 17 yoshda yozadigan bo'lsa, 17 yosh 18 yoshdan katta bo'la olmaydi. Aynan shuning uchun ham shartimiz bajarilmayapti ekan. Bu if operatori edi. Mana siz if operatoridan foydalanib ko'rdingiz. Endi yosh 18 dan katta bo'lganda siz voyaga yetgansiz degan xabarni chiqaradigan qildik. Lekin yosh 18 dan kichkina bo'ladigan bo'lsa, ya'ni masalan mana 17 yosh bo'ladigan bo'lsa, hech qanaqa xabar chiqarmayapti-ku. Bunda nima qilamiz? Bu holatda bo'ladigan bo'lsa, endi bizga keyingi operator kerak bo'ladi, else operatori. Buni ham tushuntirilishini ko'ramiz. Bu holatimizda endi if ga shart qo'yamiz. Agar deymiz, mana shu shart bajariladigan bo'lsa, mana bu kod bajarilsin deymiz. Aks holda mana bu kod bajarilsin deymiz. Mana shu yerda bitta narsaga e'tibor berishingiz kerak. Bizda hozir mana shu yerdagi shart bajarilsagina mana bu kod ishlaydi. Bu shart bajarilmasdan boshqa har qanaqa holatda bo'ladigan bo'lsa, mana bu joy ishlaydi. Chunki else hech qanaqa shart yo'q.
bu yoqda if bajarilmasa bo'ldi, avtomatik ravishda else qismiga o'tib ketadi. Ya'ni biz endi dasturimiz tarmoqqa ajralyapti. Tarmoq deganimizda qanday? Dastur o'sha ishlab keladida, mana bu yoqqa o'tgan paytda shartga qarab turib, agar shart bajarilsa, mana bu kodni ishlatib beradi. Agar shart bajarilmasa, mana bu kodni ishlatib beradi. Va mabodo mana bu shart bajariladigan bo'lsa, pastdagi kod ishlamaydi. Xuddi shunday tepadagi kod ishlamagan paytda pastdagi kod ishlaydi. Endi bunga bog'liq misolni ko'ramiz. Son degan o'zgaruvchimiz bor, qiymati 5 ga teng. Shart qo'yapmiz. Son 0 dan katta bo'ladigan bo'lsa, musbat son degan xabarda chiqargin. Aks holda, ya'ni qolgan har qanaqa holatda bo'ladigan bo'lsa, musbat emas, ya'ni manfiy degan xabarda chiqargin. Dasturda run qilamiz va musbat son degan xabarda chiqardi. Endi men bu sonni qisqartiraman. Masalan, mayli 5 ligicha turaversin, oldiga minus belgisini qo'yaman, ya'ni -5 deyman. Dasturni ishga tushiradigan bo'lsam, musbat emas degan xabarda chiqardi, ya'ni mana bu joy ishladi. Xo'p, jarayon qanday amalga oshirildi? Dastur ishlayotgan paytda mana bu son o'zgaruvchisini o'rniga -5 qiymatni olib keldi va mana bu holatga keldi. -5 kattami 0 dan degan shart bo'ldi mana bu joyda va bu joydan false qaytdi. False qaytganligi uchun ham mana bu joy bajarilmadi. Ya'ni mana bu shart bajarilmadi-da va avtomatik else qismiga o'tib ketdi. Else qismida bo'ladigan bo'lsa, musbat emas degan xabarni chiqarib berdi. Shu joyda boshida bitta narsani aytmay ketgan ekanman. Ya'ni shart bajarilishi uchun, mana bu shart bajarilishi uchun bu joydan true natija qaytish kerak bo'ladi. Agar bu yoqda true bo'lmaydigan bo'lsa, mana shu yerdan o'tmaydi. False bo'ladigan bo'lsa o'tmaydi. O'tishi uchun nima bo'lishi kerak ekan? True bo'lishi kerak ekan. Yaxshi, demak biz buni ham ko'rib oldik. If o'zini alohida ko'rdik. Mabodo if bajarilmay qoladigan holat bo'ladigan bo'lsa, else ni ko'rdik. Lekin endi bizda shartlar ko'proq bo'ladigan bo'lsa-chi? Ya'ni bir qancha tekshiruvlardan o'tish kerak bo'ladigan bo'lsa, ana unaqangi holatda biz oraga elif operatorini qo'shamiz. Endi buni tushuntirilishini ko'raylik. Mana endi sizning dasturingiz bir qancha shartlardan iborat bo'lyapti. Unda jarayon qanday amalga oshiriladi? Dastur kodni o'qib kelgan paytda mana bu joyga yetib keladi va shartga qaraydi. Agar shart true bo'ladigan bo'lsa, mana bu kod qismini bajaradi, lekin agar shart false bo'lib qoladigan bo'lsa, mana bu if mana bu shartdan, ya'ni pastga kod qismiga o'tkazmaydi-da, avtomatik keyingi elifga yuboradi. Keyingi elifda yangi shart kutadi. Bu joyda mana keyingi elifda yangi shart kutadi dedik. Bu yoqqa nima qilar ekan? Shartga yana tekshiradi. Agar bu joy true bo'ladigan bo'lsa, mana bu kod bajariladi. Agar false bo'lib qoladigan bo'lsa, bu yana keyingi elifga o'tkazib yuboradi. Keyingi elifda ham shartga qaraydi. Agar shart true bo'ladigan bo'lsa, kodni bajaradi. Agar true bo'lmaydigan bo'lsa, avtomatik else ga o'tkazib yuboradi va else ga mana bu kod bajariladi. Mana shu holatda ishlar ekan va siz elifni istalgancha yozishingiz mumkin. Faqatgina birinchi bo'lib if yoziladi. Ifdan keyin istalgancha elif yozishingiz mumkin. Eliflarni yozish ixtiyoriy, xuddi shunday else ham yozish ixtiyoriy. Xohlasangiz yozasiz, xohlasangiz yozmaysiz. Lekin if bo'lishi majburiy bo'ladi agar sizda shart bo'ladigan bo'lsa. Shunchaki elifdan boshlanmaydi. Xo'p, keyin yana bitta narsa, mabodo sizda shart bajariladigan bo'lsa, shart bajariladigan bo'lsa, mana bu kod qismi bajarilgandan keyin mana bularda birontasi ham bajarilmaydi-da, avtomatik interpretator mana bu joyda yangi qatordan nima bo'ladi? Ishlab ketadi. Yoki orada birontasida ham bo'lib qoladigan bo'lsa, xuddi shunday bo'ladi. Masalan, sizda mana bu shart bajarilmadi, lekin elifga o'tgan paytda mana bu shart bajarilib qoldi. Unda qolgan shartlar bajarilmaydi. Ya'ni mana bu kod qismini bajarib bo'lgandan keyin interpretator avtomatik qayerga o'tib ketar ekan? Mana bu pastdagi yangi yozilgan keyingi kodlaringizga o'tib ketadi ekan. Ya'ni yozib qo'yilgan boshqa kodlaringizga o'tib ketadi ekan. Xo'p, endi bunga bog'liq misolni ko'ramiz. Bu joyda ko'rayotgan bo'lsak, baho bizda 4 ga teng. Shart qo'yapmiz. Agar baho 5 ga teng bo'ladigan bo'lsa,
a'lo degan xabarni chiqargan. Agar baho 4 ga teng bo'ladigan bo'lsa, yaxshi degan xabarni chiqargan. Agar baho 3 ga teng bo'ladigan bo'lsa, qoniqarli degan xabarni chiqargan. Qolgan har qanaqa holatda qoniqarsiz degan xabarni chiqargan dedik. Bizda shartlarimiz ko'p bo'lganligi uchun oraga nima qo'shishimizga to'g'ri kelyapti? Elif qo'shishimizga to'g'ri kelyapti. Va dasturni ishga tushiraman. Hozir mana bu shartga tekshiradi. Bu shart bajarilmaydi. Ana undan keyin keyingi shartga tekshiradi. Shart bajarilganligi uchun ham elif mana bu blok qismiga, ya'ni tana qismiga o'tishga ruxsat beradi. Bu yoqqa o'tgandan keyin print yaxshi degan xabarni chiqarib berdi. Va bu chiqqanligi uchun qolgan shartlar bajarilmadi. Interpretator shundan keyin mana bu pastdagi kodga o'tib ketdi. Agar sizda shu joyda bironta xabar bo'lganda, mana shu xabaringiz ishlagan bo'lardi. Mana dasturda ishga tushirsak, bu ishlaydi. Chunki bu hech qanaqa shartga tegishli emas, bu mustaqil kod. Ya'ni buni o'qiyapti, buni o'qiyapti, ana undan keyin mana buni o'qiyapti Python interpretatori. Endi yoshda bahoni o'zgartiramiz. Bahoni 3 deb qo'ydik. Va bu joyda endi qoniqarli degan xabar chiqdi. Yoki bahoni 5 deb qo'yamiz. Dasturda ishga tushirsak, a'lo degan xabar chiqdi. Yoki bahoni 0 deb qo'yamiz. Ana unda bironta ham shart bajarilmaydi-da, avtomatik else ga o'tib ketadi. Else bo'lsa, qoniqarsiz degan xabarni chiqarib berdi. Bu elifida elif bilan nima qilar ekanmiz? Bir qancha shartlarni qo'yib olamiz ekan. Keyingi ko'radiganimiz mantiqiy operatorlar bilan birga qo'llanilishi. Ya'ni esingizda bo'lsa, o'tgan darslarimizda ko'rgandik, and, or, not nomli mantiqiy operatorlarimiz bor edi. Endi mana shularni qo'llaymiz. Bular qachon kerak bo'ladi? Biz bitta ifda, ya'ni bitta shartdan emas, endi o'sha bir qancha shartlardan foydalanishimiz kerak bo'ladigan bo'lsa, endi iloji yo'q, and, or ishlatishimiz kerak bo'ladi. Mana shunaqangi holatlarda unda qo'llanilishi mana bunday bo'ladi ekan. Ya'ni bu yoqqa o'sha boolean qaytadigan qiymatni nima qilib qo'yar ekansiz? Yozib qo'yar ekansiz. Demak, bizda shartimizda qanday bo'lyapti? Shartimizga ko'ra yosh 18 dan katta bo'lishi kerak va talaba true bo'ladigan bo'lsa, shunda talaba voyaga yetgan degan xabarni chiqarishimiz kerak bo'ladi ekan. Talaba voyaga yetgan degan xabarni chiqarishimiz kerak bo'ladi ekan va ko'rayotgan bo'lsanglar, talabamiz nima bo'lyapti? Qiymati true bo'lyapti. Bu yoqdan demak true qaytishi aniq. Mana bu joyda bo'ladigan bo'lsa, yosh 20 ga teng, 20 18 dan katta bo'lganligi uchun bu yoqda true qaytishi aniq. Va and operatori ikkala tomon true bo'lganda yakuniy natijani true qaytarib berardi. Bu degani mana bu yoqqa true qiymat kelib tushyapti. Ya'ni natija mana bu holatda bo'lyapti. Va true bo'ladigan bo'lsa, dasturimiz ishlaydi. Dasturda ishga tushirib ko'radigan bo'lsak, talaba voyaga yetgan degan xabarni chiqardi. Mabodo yoshda biz 17 yosh deb yozib qo'yadigan bo'lsak, ana endi bu yoqda true qaytganligi bilan mana bu joy false bo'lib qolganligi uchun hech qanaqa ish bajarilmadi. Agar bu yoqda yana qanaqadir qiymat chiqarmoqchi bo'lsangiz, nima qilar ekansiz? Else bilan yozib ketar ekansiz. Else, undan keyin 2 nuqta va bu joyda nima qilasiz? Kod qismini yozasiz. Men hozircha bu joyda bo'sh qoldiraman. Bo'sh qoldirish uchun paz yozib qo'yishim kerak. Aytgancha, mana shu yerda yana bitta muhim narsa, siz ifni chaqirdingiz yoki else ni chaqirdingiz yoki elifni chaqirdingiz, lekin mana bu qismiga, ya'ni kod qismi, kod yoziladigan qismiga hech qanaqa kod yozmaydigan bo'lsangiz, bu xatolik hisoblanadi. Ya'ni bu joy bo'sh qolmasligi kerak. Shuning uchun ham bu yoqqa bironta qiymat yozib qo'yishingiz kerak bo'ladi. Ana shu qiymatlardan bittasi paz qiymati. Paz degani bu hech qanaqa qiymatga ega emas, lekin mana shu joyda egallab turadi degan ma'noni beradi. Ya'ni sizda ana bironta qiymat yo'q, shuning uchun ham shunday yozib qo'yadigan bo'lsangiz, bu shunchaki mana shu joyda egallab turadi, lekin aslida bu hech qanaqa qiymatga ega emas. Buni o'rniga ham ba'zida dasturchilar mana bu 3 ta nuqtani ishlatadi. Xoh uni ishlating, xoh buni ishlating, ikkala holatda ham bir xil bo'ladi. Yaxshi. Endi or bilan qo'llanilishini ko'ramiz. Orda bo'lsalar, bizda nima bo'ladi? Ikkovidan bittasi true bo'lsa ham bo'laveradi. Ya'ni bizda kunimiz yoki yakshanbaga yoki shanbaga teng bo'ladigan bo'lsa, ana shunda dam olish kuni degan xabarni chiqarib berish kerak. Unda biz nima ishlatamiz? Or ishlatamiz. Bu joyda and ishlata olmaymiz. Agar and ishlatadigan bo'lsak, bizning kunimiz ham shanbaga, ham yakshanbaga teng bo'lib qolishi kerak bo'ladi. Bu holatda to'g'ri ishlamaydi. Biz aytib qo'yapmizki, o'rtaga or yoki, ya'ni kun shanbaga teng bo'lsa yoki yakshanbaga teng bo'ladigan bo'lsa, mana shu dam olish kuni degan xabarni chiqarib bergan deymiz. Dasturda ishga tushirsak, bunda dam olish kuni degan xabarni chiqarib berdi. Shu joyda yana bitta muhim narsa, agar siz mana bu yakshanbani kichkina harf bilan yozib qo'ygan bo'lsangiz, mana bu holatda bunda dastur ishlamaydi. Nimaga ishlamaydi?
Demak, kichkina harf bilan qilib qo'yadigan bo'lsak, bu joyda nima bo'ladi ekan? Mana bunga teng bo'lmay qoladi. Chunki bu katta harf bilan boshlangan, bu bo'ladigan bo'lsa, kichkina harf bilan boshlangan. Dasturda ishga tushirib ko'radigan bo'lsak, bu yoqda to'g'ri ishlamaydi. Uning uchun siz nima qilishingiz kerak? Ikkalovini aynan bir xil holatga keltirib olishingiz kerak bo'ladi. Mana shu holatda. Xo'p, davom etamiz. Bo'lmasam, keyingi ko'radiganimiz not bilan birga qo'llanilishi. Ya'ni natijani teskarisiga o'girish. Bu holatda, ya'ni not inkor qilishida biz buni talaba bo'lmasa degan ma'noni beramiz. Mana ko'rayotgan bo'lsanglar, talabaning qiymati false, talaba bo'lmasa. Mana bu yoqqa agar false tushadigan bo'lsa, not uni true ga o'tkazib beradi. Shuning uchun ham mana bu yoq endi true bo'lib qolganligi uchun shartdan o'tib ketadi. Shuning uchun ham talaba emas degan xabarni chiqarib beryapti. Agar mabodo mana bu yoq true qiymatga ega bo'lib qoladigan bo'lsa, unda bu yoqqa true qiymat kelib tushadi-da, not uni false ga o'tkazib berganligi uchun mana bu yoq false bo'lib qoladi. Bu degani shart bajarilmaydi. Shart bajarilmaganligidan keyin mana bu kod ishlamaydi. Bu yoqda endi hech qanaqa natija chiqarmadi. Keyingi ko'radiganimiz ichma-ich shartlar. Ya'ni biz nima qilishimiz mumkin ekan? Bitta shart ichida bir qancha shartlarni yozib ketishimiz mumkin ekan. Bizning holatimizda qanday bo'lyapti? Yosh o'zgaruvchisi 20 ga teng. Bu yoqda shart qo'yapmiz. Yosh 18 dan katta yoki teng bo'ladigan bo'lsa, mana bu joydagi kod bajarilsin, aks holda voyaga yetmagan degan xabarni chiqarib bergin deyapmiz. Demak, yosh 18 dan kichkina bo'ladigan bo'lsa, hozirgi holatimizda voyaga yetmagan degan xabarni chiqarar ekan. Lekin yosh 18 dan katta bo'ladigan bo'lsa, mana bu joyga o'tadi interpretator va bu yoqqa o'tgandan keyin bu yoqda bizni qo'shimcha shartlarimiz kutyapti. Qo'shimcha shartlarimizga ko'ra qanday bo'ladi? Hozirgi holatda yosh 18 dan katta bo'ladigan bo'lsa, ya'ni 150 bo'ladimi, 1000 bo'ladimi, mana bu yoqqa o'tib ketaveradi. Endi mana shu yerda aytyapmizki, yosh 60 dan ham katta bo'lib ketib qoladigan bo'lsa, pensioner degan xabarni chiqarib bergan. Lekin agar 60 dan katta bo'lmaydigan bo'lsa, ya'ni undan kichkina bo'ladigan bo'lsa, voyaga yetgan degan xabarni chiqarib bergan deymiz. Voyaga yetgan deganligi bilan bilsanglar, bizda shartdan 18 yoshdan katta yoki tenglar o'tyapti. Shuning uchun mana shu shart bajarilaveradi. Bu ichma-ich shartlarida shu bilan bugungi darsimiz tugadi.